hurmatli yurtdoshlar. Mana shu bolam bilan mana shu Sarvar medikal shifo klinikasiga keldik. Buni bo'ynaki diagnostikadan o'tkazdik. Bo'yin sohasi yaxshi, miyasiga yaxshi qon aylanishi yaxshi emaslik tufayli bo'yin sohasi qotgan, ya'ni asri xannoz deb nima qo'ydilar. Haligi Tursinov Sarvar shifoxonadagi vrachimiz. Keyin mana shuni tavsiyasi bilan shu 10 kunlik muolajani oldik. Ham o'pkasi hech yutallari yaxshi bo'lmayotgandi. Bolalar shifoxonasiga o'tkazdim. Egam vaqtinchalik lecheniya olib yutali qolib, yana uyga borganda yana qaytalab yutalib, bo'ynakida qilaverdi. Yana doktorlarga bordim. Har xil doktorlar har xil bo'ynaki nimalar yozib, battar yutali og'irlashib keldik mana shu yerga. O'pkasini yaxshi chiqarmadik ya. Mana hozir 10 kun mobaynida olgan muolajamiz yaxshi ta'sir qilib, Allohga behisob shukr, yutallar toza yaxshi bo'lib, bo'ynini har ikki bo'ynakida bukolmasda, hozir bo'ynlarida ham harakati yaxshi. Xudo xolasa yana mana hozir bo'layotgan mana shu muolajasi yana 3 kurs ekan. Yana bo'layotgan muolajasiga Xudo xolasa yana kelish umidida. Lekin bolamni ahvoli ancha yaxshi, men xursandman.